كىشىلەرنى زورلاپ ئاسمىلاتسىيە قىلغىلى بولمايدىغان تۇرۇقلۇق. خىتاي نېمە uchun شەرقىي تۈركىستاندا bu ئىشقا كىرىشىپ قالىدۇ. ئاپتورى ئادرىيان زېنز. ئادرىيان زېنزنىڭ 2019 yılı 7 ayının 17 günü New York vaqt gazeti torida e'lon qilingan maqolasi va boshqa aloqador materiallardan tayyorlandi. Adrian Zens kommunizmning ziyonkashligiga uchirg'uvchilar fondi jamiyatining yuqori darajalik tadqiqotchisi va Germaniya Korintal shahridagi Yevropa madaniyat va ilohiyat institutining doktor aspirant yetakchisi. Uning tadqiqoti Xitoyning milliy siyosati, Tibet va Sharqi Turkistondagi oshkora xizmatchi qabul qilishga markazlashgan. U Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlari haqida dunyoning eng oldingi qatordagi tadqiqotchilardan biridir. U Tahdid ostidagi Tibetlar degan kitobning avtori. Amdu, ya'ni Tibetdagi bir noyning xaritasini sizish, o'zgarish dinamikasining tuzg'ichilaridan biri. Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi tutush, qamash harakatlari ham ko'lami jihatdan, ham uning ziddiyatlik sababidan odatdagi harakat emas. Sharqi Turkistonda eng oz deganda 1,5 million odam siyosiy jihatdan qayta tarbiyalash lagerlariga xohlagancha qamab qo'yildi. Tutqunlar asosligi Uyg'ur, bular mutlaq ko'p sonliqni egallaydi. Qozoq va qirg'iz qatorliq turkiy millatlar bo'lib, mazkur qayta tarbiyalash lagerlari muayyan ma'nodan aytganda bu kishilarni diniy e'tiqodidan voz kechkizish uchun ta'sis qilingan. Men borgan siri eng dastlabki Sharqi Turkistondagi bozor va noya orasidagi saviyaga to'g'ri keladigan ma'muriy birliklar. Bularning soni 1200 ga yetadining har birida oz deganda birdan lager bor degan mo'lchirimni quvvatlaydigan nurg'un dalillarni ko'ryapman. Ham shu sababli Sharq Turkistonda 1000 dan ortiq yig'ilish lagerlari borligiga borgan siri jazm qilyapman. Xitoy doiralari ba'zida bu xil cho'ng ko'lamlik tutush, qamash harakatlarini zo'ravon oshqinlik ideologiyasiga qartilgan qattiq oldin elish tadbiri desa, ba'zida buni yaxshi niyat bilan tuzilgan kasbiy tarbiyalash plani deb lagerga qamalganlarni maktabda yetib o'qiydigan o'quvchilarga o'xshatyotidi. Lekin shohidlarning guvohligi va hukumat hujjatlaridan oshkorlanishicha, mazkur muassasalar to'rsimon qamoq lagerlari bo'lib, bu yerda sijil, meni yuyish va xilma-xil psixikalik qiynash usullari qo'llanilgan. Bu yerda yana jismoniy qiyin qistoq va bosqinchilik qilmishlari borligiga aloqador xabarlarmi mavjud. Bu xil tutib turish lagerlaridan boshqa hukumatning ijtimoiy qurilmani qaytadan qurib chiqish xizmati yana sistemalik holda bolalarni ota-onasidan ayirib etishni va majburiy emgak orqali bargan sira ko'plagan yoshlarni yig'ib olishnimi o'z ichiga oladi. Bu xil ma'muriy emgaklarda Uyg'ur va boshqa osonliq millat kishilari yipiq muhitda majburiy holda to'qimachilik, yemaklik va yenik sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish ishlariga selinyotidi. Xitoy dunyodagi eng cho'ng paxta ishlab chiqaruvchi davlat. Halbuki ularning paxtasining 84% Sharqi Turkistondan chiqadi. Demak, Xitoydan chet ellarga eksport qilinayotgan to'qimchilik
kiyim-kechak türdəki məhsulotlarning nurg'uni mushu xil xo'rlig'uchi əmgəklər bilan pütüb chiqqan bo'lishi ehtimolligi cho'ng. Amerika tamojnasining Xitoydan import qilingan mallarning majburiy əmgək orqali ishlab chiqarilgan yoki emasligiga jazm qilishi ba'zi mushkul. Ammo Sharqi Turkistondagi ahvol favqulodda og'ir. Shunga Sharqi Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning hammasini hech bo'lmasa bir qismini boyqut qilish zarur ham axloqiy majburiyatdir. Gerçi Xitay ilgari Uyg'urlarning 2013-yili Beyjingda va 2014-yili Kunmingda qilingandek qurolliq qarshi turishga uchragan bo'lsimi? Ammo amaliyotda Sharqi Turkistondagi qayta tarbiyalash harakati oshqulliqqa zarba berish uchun emas. Chunki qamalganlar yolg'iz yoshlarli bo'lmasdan kishilar yoshlarni eng oson oshqullashib ketadi deb qaraydi. Yashanganlar, homildor ayollar, otizmchilar va xristian mo'ritlarmi bor. Bu yerda kishilar xilma-xil sabablar bilan qamaladi. Masalan, mashinaga mayni bak ko'p qochilib olgan, ommaviy so'rinlarda tamaki chekili unamagan, Xitoylar tamaki chekmaslikni dindorlik, taqvolikning ifodasi deb qaraydi. Yoki chet eldagi tuqqanlardan kelgan telefonni olgan degandek. Ilgari bar kuchi bilan namunalik Xitoy puhrasi bo'lishga kuchigan oz sonliq millat kishilarining ashu tirishchanliklari ularni qo'lga ilishdan saqlab qololmagan edi. Nima uchun saqlab qololmadi? Bu xil qattiq besimliq vositalar qarshilik va oshqulliqni aditib etadigan tursa, Xitoy hukumati nimishqa yana butun Uyg'urlarni bostirmoqchi bo'ladi? Xitoy raisi Shi Jinping bir balvoq bir yo'lni o'zining eng muhim xalqarалық plani deb qarayotgan sharoitda Xitoy nima uchun Uyg'urlarni bu qadar qattiq bostirib, O'rta Osiyo va boshqa rayonlardagi musulmon ellardan yiroqlashish xatiriga tavakkul qiladi? Chunki Xitoy Kompartiyasi oz sonliq millatlarni majburiy asmilyatsiya qilmay turolmaydi. Xitoy Kompartiyasining Sharqi Turkistondagi Xitoydagi boshqa rayonlardami o'xshash adoqqa nishoni talto'kis ideologiyalik egilik huquqi yurgizishdir. Bu o'z navbatida Xitoydagi oz sonliq millatlarning o'zlik tunishini o'zgartishiga chetiladi. Xitoy Kompartiyasi uzundan beri Xitoy jamiyatini to'liq kontrol qila olmasa, uzoq mezgillik mavjudlikning xatarga uchirishidan ansirab, qo'rqinch ichida yashayotdi. Shu vajidan Xitoy Kompartiyasi hozir jon jahli bilan Sharq Turkistonda bir maydon asmilyatsiya harakati elib beryotdi. Bu xil harakat ilgari boshqa joylarda mag'lub bo'lgan edi. Xitoy Kompartiyasining navbatdagi qayta tarbiyalash harakati madaniyat zo'r inqilobining kuchaytirilgan nusxasidir. Mazkur harakatmo madaniyat inqilobidek boshqa ideologiya va aqida sistemalarini yo'qotish orqali ideologiyani tizginlashni maqsad qiladi. Ammo bu qitimqisi texmi ilg'or, texmi yuqori texnikalik usulda ilib berilyotdi. Sharqi Turkistonda tekshirish punktlarida nazorat qilish sistemalari orqali yoki uylargacha berib to'plangan Uyg'urlar va boshqa oz sonliq millatlarga aloqador zo'r miqdordagi xususiy uchurlar soqchi tarafdan sonliq ma'lumot ombiriga kirgizilgan. Lekin mazkur harakatda madaniyat inqilobining bir ta'siri
ya'ni e'tiqod bo'shlig'i shakllantirilganligi nazardan saqit qilingan. Halbuki madaniyat inqilobidan keyingi necha 10 yilda Xitoy xilma-xil diniy uyg'unishlarni boshdan kechirdi. Nurg'un Uyg'ur, Tibet va Xitoylar an'anaviy yoki yangi e'tiqodlarni bas-basda qabul qilishdi. Shundaq bo'lishiga qaramay, Xitoy Kompartiyasining bugungi asmilyatsiya harakati yanala dinni hujum nishoni qilgan. Chunki ularning nazarida din birovning eng kuchlik sadoqatiga vakillik qiladi. Bu xil sadoqat shu kishining davlatga bo'lgan sadoqati bilan to'qinishidir. Shundaqla Xitoy Kompartiyasining ideologiya asosi bo'lgan materializmni zaiflashtirdi. Xitoydagi diniy uyg'unish markizmning iqtisodiy taraqqiyot tabiiy holda diniy e'tiqodni yo'qtidi degan yadroliq mo'lchirni talto'kis yolg'onga chiqardi. Amaliyotda bu davlatda Xitoyda din ular namratlıqdan qutulgan çağda canlandı. Baylıqның köpeyishi, çeriklikning, Xitoy Kompartiyasining ichki qismidagi çeriklikmi shuning ichida kuchayishiga sabab bo'lib, Xitoy Kompartiyasining qonuniyligi va axloqiy martabasini tövallatibdi. Xitoy Kompartiyasi hozir ideologiya jihatda qatma-qat mudofaa holatida turmoqda. Xitoy hukumati dinni hujum nishoni qilgandan sirt millatlar va tillarni asmilyatsiya qilishga urinmoqda. Bu moddiy rag'batlantirish orqali ishga oshirilyotidi. Bir qism oz sonliq millat kishilari jamiyatning yuqori tabaqasiga kirish uchun butunlay Xitoycha ma'rifni qo'g'lashmoqda. Lekin texmi ko'p kishilarning alohida milliy va diniy tonishi bu jarayonda texmi mustahkamlandi. Bu yilning boshlarida Tibetdagi chorvachilarga davlatning to'liqlama yordam pulini elish uchun butxonlardagi butlarning o'rniga Xitoy rahbarlarining rasmini esish kerakligi uqtirilgan. Shuningga o'xshash Xitoyning sharqi janubidagi xristian kent aholilarigami namratlikdan qutqizish yordamiga erishish uchun cho'qim İsa alayhissalomning rasmining o'rniga Shi Jinpingning rasmini esishi kerakligi uqtirilgan. İjtimoiy taratqularda deyilishicha, yerlik amaldorlar shuningdan keyin bu xil usul, ya'ni xristian muridlarning qalbidagi muzni ertibdi va ularni dinga ishonishdan partiyaga ishonadigan qildi degan. Ammo bu rostmi? Mening 2006 yilidan 2008 yilgacha Qinxay o'lkasidagi xitoylashgan Tibetlar orasida elib borgan tadqiqotimga asoslanganda, texmi bak xitoylashib ketgan Tibetlarmi ular allaqachon tashlabdi deb qaraldigan milliy kimlikning qo'g'dug'uchilariga aylanishi mumkin ekan. Shuningga o'xshash ahvol Uyg'urlar orasidami ko'rilayotgandek qiladi. Misalga alsak, bultur Uyg'ur qizi Mehrigul Tursun Amerika Davlat Majlisida o'zining qamab qo'yilgan va Xitoycha o'rganishga majburlangan kechmishini so'zlaganda, mening u yerdagi kechmishlarim menga milliy kimligimni texim yaxshi tunitdi degan edi. Bir tunishimning menga aytishicha, Sharqi Turkistondagi ba'zi Xitoylar uningga hukumat hozir yomon g'arzi yo'q, oz sonliq millat kishilarini Xitoylarga qarshi o'ch adovati to'lib tashqan qarshi turg'uchilarga aylantirib qo'yibotdi.
agar ular qo'yib berilsa, cho'qim bizlardan o'ch olmay qolmaydi degan. Karl Marks ilgari kapitalizm eng oxirida o'zidagi ichki ziddiyatlarning ig'ir besimi ostida halok bo'ladi degan edi. Xitoy Kompartiyasining ana ashundaq ichki ziddiyatlari bordek qiladi. Ya'ni Xitoy Kompartiyasi ideologiya jihatda tayinib kelgan din va madaniyatning o'rnini egallashni maqsad qilgan mutlaq ma'nodagi materializm kishilarning din va madaniyatga bo'lgan talpinishini kuchaytirib o'tadi, xolos. Halbuki navbatdagi vaziyatdan qaraganda Xitoy Kompartiyasi o'zining putiga o'zi palti chepish tipidagi ideologiyani jon jahli bilan targ'ib qilyotidi. Shundaqla uning qilayotganlari Sharqi Turkistonga vayron qilg'uch ta'sirlarni ko'rsatyotidi. Tugidi. Mەnbە, ئۇيغۇرلار تور ژۇرنىلىنىڭ 3 سانىدىن ئېلىندى.